O'zimdan keching. Bilmasdan to'kib qo'ydim, tavba qildim. Voy bunday dema ukajon. Hozir shen sepatda yuvib beraman. Yo tavba, minchagina narsaga urib pul ham chiqarib tashlading opam. Qanday bunday milay xunuk bo'lib qoldi? Ya buga soch kelyapti, aya. Yo'q, opam bugun ro'za tutgan. Yomon gapir bo'lmaydi, og'zi ochilib ketadi. Opa ro'za uka arqonda izlab o'pdi-ku bu yog'i. Yillik alamlarni olar ekanmiz-da. Ukajon, mana endi qo'lim muzlab artyapman men. Oyog'ingizdagini yechib kiring. Xohlagancha kiraman. Ming'illama, indamay. Tushunmadim. O'ylab tutqansiz ochilib ketadi. Ichingiz ochmaymi, opa? Bor ukajon. Shunday bo'lsin. Sen qolgan joylarni ham tozalama-lay, men borib bitta to'p o'ynab kelay. O'layga tushirgan joyimni nima qilyapsan? Shipirgan joyingizga musor to'kilibdi. Yana to'kildimi? Zing'illatib shipiring qari. Ro'zangiz ochilib ketadi-ya. Xo'p bo'ladi ukajon. Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi-ku bu yoqda. Navbatdagi qozonchoqlaringizni olib keldik. Ana qora kuyalarni qumga siqib yumoqchi edik, ispet qilmadik-da. Ya shart emas, biz uyimizda o'zi oqsoch bor, ana shu yuvadi. Voy, qani? Amani? Baland gapirman, bo'lmaydi, ochilib. Menga farqi yo'q, ochilib ketadi. Ukajon, buni oyoqchangizni tushirib o'tiring. Opa, og'zichar payt bo'ldi. Ko'nglingiz nima tushdi o'zbekcha opajon? Mantima, lag'mon, shashlikmi, nima yeysiz opajon? Menmi? Seni yeyman.